Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga uy sharoitida bor masalliqlardan ajoyib yumshoqqina bo'lishga tayyorlaymiz. Bizga 1 stakan iliq suv, yarim stakan iliq suv, 1 osh qoshiqda guruch, 6 qoshiqda to'la shakar, yarim piyola o'simlik yog'i, 1 dona tuxumni oqini soldim, sarig'ini esa ustiga surishga olib qo'ydim. Uyda tuxum qolmaganligi uchun 1 dona tuxumdan foydalandim. Endi esa unimizni elakdan o'tkazib, yumshoq xamir qilib olamiz. Xuddi ko'rsatilgandek yumshoq xamir qilib, endi esa ozgina salafan yopib, ko'tarilib chiqqunga qadar olib qo'yamiz, ustiga sochiq yopib. Taxminan menda yarim soat, 1 soatlarda ko'tarilib chiqdi. Endi esa xamirimizni pastga tushirib, 3 ta bo'lakka bo'lib oldim. Bo'lakka bo'lib, qo'lim yordamida yaxshilab yoyib oldim. Orasiga esa sariyog' yoki margarin surib olamiz. Ikkinchi xamirni ham xuddi shunday ustiga qo'yib, ikkinchi xamirni ham xuddi shunday qilib ustiga sariyog' qo'yib, uchala xamirni ham bir tekisda qilib yoyib olib, esa pichoq yordamida kesib oldim. Farzandlarimiz maza qilib yeydigan bulichka bo'ladi. Shunaqangi yumshoq bo'lar ekan, albatta tayyorlab ko'ring. Endi esa mana shunaqangi pichoq yordamida kesib olganimdan so'ng, endi birin-ketin bulichkalarimizni o'rab olamiz. Juda ham oson, tez tayyor bo'ladi. Orasiga har xil murabbo yoki nachinka solsa bo'ladi. Men foydalanmadim nachinkadan. O'zini o'rab qo'ya qoldim. Hammasini listimizni yog'lab olgandim. Endi listlarimni terib olaman. Endi boyaga 1 dona tuxumni sarig'ini olib qo'yganni ozgina sut solib ustiga surib olamiz. Hammasiga surib olamiz. Duxovkani qizdirib qo'yamiz. 10 minutcha qizib turish kerak. Endi ustiga yer yong'oq yoki makdan foydalanasiz. Men esa makdan foydalandim. Duxovkamizga jo'natamiz. 160-170 gradusga 20-25 minutda pishib tayyor bo'ladi. Qizalog'im kutmadi, tezroq bera qoling degan uchun qo'liga tutqazdim. Uy sharoitida albatta tayyorlab bering, farzandlaringiz maza qilib yeyishadi. Meni qizlarim bu bo'lichkani bir kun yoqmasdan yeb qo'ydi. 1 lis bo'lichkani bir kun yoqmasdan yeyib ketdi. Juda ham yumshoq va mazali bo'lganligi uchun. Sizga resept yoqqan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha deyman. O'zingizni ehtiyot qiling.